Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan mas.sport.uz saytida tuman, shahar maktabgacha va maktab ta'lim bo'limlari kabinetidan o'sha tuman, shahardagi umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun mas sportda kabinet ochish bo'yicha video qo'llanmani ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda tuman Termiz shahar maktabgacha maktab ta'lim bo'limi kabinetiga kirib oldik. Ya'ni endi biz bu kabinetdan o'sha Termiz shahridagi jami umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun mas sport kabinetini ochib chiqamiz. Demak, buning uchun birinchi navbatda tashkilotlar bo'limiga o'tamiz. Mana bitta 24 maktab uchun kabinet yaratilgan ekan. Demak, plus belgisi bosiladi. Bosilganda maktab sir raqamini yozib olamiz. Demak, yozib oldik. Muassasa, ya'ni tashkilot turi muassasa, sektor, ya'ni maktabgacha maktab ta'limi tanladik. Saqlandi. Mana e'tibor bering. Birinchi son umumiy ta'lim maktabi ochildi. Endi maktabga kabinet ochdik. Endi ochilgan maktabni kabinetiga rol beramiz. Endi rol berish uchun userlar bo'limiga o'tamiz. Mana userlar bo'limiga o'tamiz. Bu yerda user qo'shish. Username'ga mana tashkilot raqamini yozamiz, telefon raqamini yozamiz. Telefon raqamini yozib oldik va elektron pochta yozamiz. Ya'ni o'sha tashkilotda elektron pochta yozasiz. Alt xonani parol qo'yamiz. Tashkilot turini tanlaymiz. Birinchi son umumiy ta'lim maktabi tanlaganimizda tashkilotlar bo'limini tanlaymiz va qo'shish tugmasini bosamiz. Bo'ldi. Tashkilotimizga yaratilgan tashkilotga rol berildi. Xuddi shu tartibda keyingi maktablardan shuni yaratib ketishimiz mumkin. Keyingi videolarda umumiy ta'lim maktablarining kabinetidan, ya'ni hozir ochilgan kabinetidan kirib musobaqa yaratish va ishtirokchilarni qo'shishni ko'rsatib o'tamiz.